YouTube'da bizni ko'rib turgan hammaga salom. Agar YouTube'da emas, Telegramdagi ssilkani tagida ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga o'tib ko'ringlar. Prosmotr yozilmaydi unaqa qilsanglar. Xo'p, hammaga yana bir marta salom. Biz hozir Nodir bilan birga Salom. Venetsiyadagi Marco Polo aeroportidamiz. Bugun 5-aprel. Barselonaga uchyapmiz. Barselonada bizni 3-sherigimiz kutyapti. Shamshod. O'zi aslida u bola Rimdan uchish kerak edi, lekin biz bir xil vaqtda uchishimiz kerak edi. Shamshodning reysi boshqa vaqtga ko'chirildi. Bugun ertalab 9 da Shamshod Barselonaga yetib borgan. Biz hozir 1 da uchib ketamiz. Soat 12 bo'ldimi? Da. 12, hozir soat 12, 1 da uchib ketamiz. 1 soatdan keyin 3 da yetib boramiz. Hozircha shu. Stay tuned. Samolyotga chiqib joylashdik. Hozir birinchi qatorda o'tiribman. O'zi aslida joy tanlash uchun pul to'lash kerak. Biz yerda shunaqa. Lekin men pul to'lamagan edim. Shunchaki random sit tanlaganman. Lekin tasodifan omadim kelib qoldi. Birinchi qatorda o'tiribman. Hozir ko'rsataman mana. Birinchi qator ko'rgan bo'lsanglar, bemalol oyoq uzatib o'tirishga joy bor. Lekin boshqa joylarda, orqa qatorlarda mana shu chiziqda oyoq qo'yadigan joy tugaydi. Bu yoqdan keyingi qator boshlanib ketadi. Hozir birinchi qatorning bu joyida hech kim yo'q. Agar hech kim chiqmaydigan bo'lsa, bemalol ketsa bo'ladi bu yoqqa. Mana aeroport. Birinchi bo'lib o'zim chiqyapman. Barselonaga qo'ndik. Birinchi bo'lib chiqdim. Endi bu yoqqa bemalol ketaversam bo'ladi desam, xato o'ylabman. Nodir chiqishini kutyapman halidan beri. Kutaman. Mana va nihoyat shu bola chiqdi. Chiqdi. Aeroportdan chiqib metroda ketyapmiz. 72 soatga bilet oldik. Barselonada seshanba kuniga chetda bo'lamiz. Bu bizga qanchaga tushdi? 26 euro. 26 eurodan tushdi. 26 eurodan tushdi. Buni onlayn oldik. Keyin onlayn kodni ko'rsatishdan chiqib qopti. Xullas o'sha tarafda bankomatga o'xshagan ticket mashin bor. O'shandan chiqarib olsa bo'ladi print qilib. Keyin biz kirayotgan paytimiz bitta odam xullas ticket kerakmi sizlarga deb so'radik. Mabodo kelib qolsangiz sizlarda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ko'chadan ticket olib yurmanglar. Doim shu apparatdan olinglar yoki kassadan o'zidan olinglar. Hozir avtobusda ketyapmiz, metrodan chiqdik. Mana qaranglar. Yo'lda zaryadka bo'lsa bo'ladigan. Hozir turganda joy bor ekan. Hozir ishlatib ko'rmoqchi bo'ldim. Ishlatib ko'rdik. Chiqishni boshladi, qarasak kuyibdi. Bir falokat bola chiqdi insonga. Oshishim bir qadaming umuman yo'qman. Experience. Ketyapmiz mana avtobusda. Xo'p, avtobusdan tushdik, Shamshodni topib oldik. Shamshod bir qarab qo'ying. Voh. Assalomu alaykum. Istarani qaranglar-da, istarani. Kiroyi kuyoving shundoq bo'lsa. Nomerini ko'rsata olasiz. Bo'ldi. Biroq xon qizini olsa arziydirgan yigit. Fokus bo'ldi. Shamshodda endi biz qizig'imiz yo'q. Biz keldik, to'g'ri. Biz mana hostelga keldik. Bitta view-ni ko'rsatib beraylik mana. Mana shu yoqdan chiqib keldik. Balandligiga qaranglar. Mana biz bojalar sostav. Ketdik, kiramiz endi, yuringlar. Yo, pastda yurgin.
joylashdik. Zo'r kadr bo'ldi. Kelib joylashdik mana biz. Ko'ringlar, nodir joyi. Birinchi etaj begonada. Shamshod chap tarafda. Meniki alohida xona meniki. Bular nada chudashlar yotibdi, men alohida xona. Uxlaganda ko'rsataman. Xo'p, mana biz turgan joy. Tashqarisi u naryoqda xonalar bor. Yo'q, ko'rish. O to'g'rida biz bor. Hozir telefonlarni zaryadga qo'yib, ozgina gaplashib o'tiramiz, keyin tashqariga chiqamiz. Ko'rinyaptimi ekan? Qalay? Qo'limni olmayman-ku. Joylashib chiqdik hostelga. Endi hozir qaytib ketyapmiz. Katta xolaynikiga. Sagrada Familiyaga. O'sha mashhur church. Madi? Undan keyin qaysidir barga borib futbol ko'riladi. Bir zo'r ta'rif. Futbol ko'rishga tayyormiz. Sagrada Familiyaga bitta zo'r ta'rif. Dunyoni bir hayratini wow deb qabul qiladigan bo'lsak, dunyoga butun beriladigan tarixda hayratga beriladigan tarixda wow deb qabul qiladigan bo'lsak, o'shani 60-70% Sagrada Familiyada ekan. Wow! Bitta Sagrada Familiya. Bitta like bosamiz shu gaplar uchun. Kommentariy ham yozinglar. Ko'chalarni qaranglar, zo'r. Havo salqin, havo toza nihoyatda, dengiz havosi kelib turibdi. Menga hozirgacha eng yoqqan narsa shu havosining tozaligi bo'ldi. Odamlar bemalol kelib o'tirib, Ko'chalar tor, mana odamlar yuradigan yo'laklar keng. Bemalol yursa bo'ladigan. Biz bu yerdamiz. Biz xalabet qilganimiz yo'q, ovqatlanib olishimiz kerak. Bolalar kebab yeymiz deyishdi. O'shaning uchun hozir turklarning kebabxonasini topdik. Hamma yoqda turklar bor, kebabi ham bor. Ansu Fati. Bo'lajak Yamal. Yamal Fati. Lamin Yamal. Xo'p, o'rtoqlar, mana bizni ovqatlarimiz, zakaz qilgan ovqatlarimiz keldi hammaniki. Mana bu shashlik zakaz qilishni rasman ko'rganimda kattaroq edi. Hozir qarasam ancha kichkina ekan. Nodirat 50 santimetrlik kebab zakaz qilgan. Necha santimetr bu Nodir? 30 santimetr. Chiqmaydi. 25 maksimum. Yarmini olib qolish faqat. Bitta Shamshodniki normalnikiga yetishimizda. To'g'risini ayting, ko'zingizni qisib qo'ydingizmi deyman-da aksentga qizga. o'zi qisdi, men qarab o'tiribdim biroz, o'zi ko'zi qisdi. Biz ham qissak bo'lar ekan, qisib o'tiribmiz. Mayli. Juda yoqimli ishtaha. Barselonada hamma futbol o'ynaydi mana. Hammada to'p. Biz ana shu to'g'ridagi Sagrada de Familiyaga ketyapmiz. Zodan ham yaxshi ko'rinyapti. Chunki nihoyatda baland, lekin ko'ringanichalik yaqin emas. Ko'ryapsizlar, Kataloniyaning bayrog'i. Nihoyatda ko'p joyda ko'rdim, lekin Ispaniyaning bayrog'ini faqat aeroportda ko'rdim, boshqa joyda ko'rmadim. Kataloniya avtonom respublika bu yoqda, avtonom regionmi xullas shunaqa. O'shaning uchun hamma yoqda Kataloniya bayrog'i. Bular o'zlari ajralib chiqib boshqa davlat bo'lish uchun ham ko'p harakat qilishgan. Lekin baribir Ispaniyani bitta qismi. Xo'p, o'rtoqlar, mana Sagrada Familiya.
Sagrada Familia'ning oldi tarafdan ko'rinishi hali ham qurib yotishibdi. Va hali ham bitmagan. Avtobus to'xtayapti. Kilometr navbatda. Chartmadi shu. Turish qara, bu turish qara. Qomat, bu qara qoshlarni qara. O. Bizada rasmat uchun poza tanlash holati. Bizada professional fotograf Messi. Boshligim shu. Rasmga tushdik. Bu yon oldida ichkariga kirmadik. Balki ertaga kelib kirarmiz, bilmadim. Lekin hozir o'yin boshlanishiga ozgina vaqt qoldi. Barga borib o'yinni ko'ramiz. Daraxtga gullagan. Biz futbolni ko'rish uchun bitta barga kirsak, bu yoqda Barsa fanatlari kam. Keyin yana boshqa klubni, Gironani futbolkalarini ilib qo'yishibdi. Noto'g'ri joyga kirib qolamiz. Keyin hozir boshqa joyga ketyapmiz. Google'dan qarab ko'rdik, Barselonani fan klubi ko'radigan, ko'proq ko'radigan barni qidirib topdik. 13 minut ko'rsatdi Google kartada. Endi hozir o'sha qarab ketyapmiz. O'yin boshlanishiga 10 minut qoldi. Ulguramiz degan umiddaman. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. O'yin bilan bo'lib video olish kerakligi esdan chiqib qoldi. Hozir barda o'tirib futbol ko'ryapmiz. 15 minut qoldi tugashiga, endi esimga keldi video olishim kerakligi. Ana Nodir. Shamshod. Har yerda televizor mana. Biz qaytdik uyga, futbol tugadi. Soat 11. Akşam bilet olmadı to'g'rimi? Bilet olganda zerikib bo'lardi. 1-1 bo'ldi o'yin, durang bilan tugadi. O'yincha unaqa qiziq bo'lmadi. Metroni ham ochib ko'rsatib boraman. Mana metro. Xayrli tong, biz uyg'ondik. Nodir. Shamshod. Nonushta. Akaratika bilan o'rdak go'shi. Dur. Bo'ladimi, yaxshimi? Ha. Ishlasa bo'ladi. Seni dazmol qilayotgan do'sting ikkinchi etajda. Klubni Boshqatdan. dazmollash xizmati to'ylarga zakaz olinadi. Kuydirib qo'ysak bizdan emas. Kuydirib qo'ysak bizdan emas. Maxsus menga aloqaga chiqasizlar, men menejer. Biz aylanishga ko'chaga chiqdik. Soat 11 bo'lib ketdi chiqqanimizgacha. O'zi kech turgan edik, kech uxlab. To'liq tarkib bilan yurdik. Hozir eski qurilgan bino, yarmi nima, hospital, shifoxona, keyin yarmi shunaqangi muzeyga o'xshagan joy qilib qo'yilgan. Ko'riladigan o'sha yerga keldik hozir.
Yaxshi boringlar. Kelaverasizlar. Bizning ish jarayoni. Yana bitta xizmatimiz. Fotografiya. To'ylarga sakaz olamiz. To'ylarga sakaz oladi. Qarang, to'ylar komplekt ekan, bor-ku, dazmol. To'ylaringizni o'zimiz o'tkazamiz. To'ylaringizni hammasini o'zimiz o'tkazamiz. Mana men birinchi klient bo'lib Sherzodbekka nima qilaman, rasmlarimizni o'zi oldim. Hatto mana qanaqa chiroyli turibdi. Shu kiyimni ham Sherzodbekda o'zi nima qildi? Men birinchi odam sifatida pulni keyin tashlab qo'yasiz. Pulni keyin tashlab qo'yasiz. Tashlab qo'yaman. Reklama qilib beryapman-ku. Peshan bo'lar o'sha. Teknologiya. Backstage uchun video. Qaytdik. Rasmga tusha olmadik u joyda. Quyosh noto'g'ri tushyapti. Ilojini qildik. Nodir 1-2 marta rasmga oldik. O'xshamadi lekin. Nodir tajriba quyonchasi bo'ldi. Sagrada familiyami? Sal balandroq turing, juda o'tirib qolmang. Nima ahvol bu? Cho'ganmi deyman kechasi. Keyin aytgan narsam hamma yoq gauji bo'lib ketgan, ko'rasan? Gauji. Yana gauji. Gauji, hamma yoq gauji. Mana yana gauji. Nasıldan bulayım? Hozir ham gauji. O'zim ko'rinarmikan bu yo'lda? Menimcha yo'q. Italiya. Nima o'ylaysizlar, qanaqa chiqyapti mana shu videosi? Yo'q. Katta ehtimol bilan shunaqa. Balki yaxshi ko'rinayotgan. Belki yo'q. Wow, brat, qarang. Wow. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Sal uyalinglar, sal nima qilyapsizlar sizlar? Sal uyalinglar. Faqat kichkina sakraydi o'zi. Sizga sakraydi. Ha, shu. Mana hozir yuqorida ko'rib turganlaringiz videolar hammasimiz sababini topdik. Bizda o'g'il farzandli bo'lsa qanaqa karnay suvdan qilishsa, qanaqa olib chiqishda bayram qilishsa, bu yerda shunaqa ekan bayram qilish. Kimdir o'g'il farzandli bo'lgan ekan, shunga barabarlar bilan haligi nimalar bilan chiqayotgan ekan bular o'yin kulgi bilan. Endi topdik. Halik miyahkilari bo'lardi-ku, qani ular? Ha. Miyahki o'yinchoqlari bo'lardi. Yo'q, uyga borgandan keyin Sagrada familiya aylanib, keyin uyga borishar ekan. Men sestralarga pul berildimi yo'qmi? Bo'ldi, ketdik. Barselona do'konidamiz. Hay una réplica que vale 20, pero no sé si será.
Qaranglar nima topdik, qaranglar. Ko'ryapsizlar, ha? Biz to'yga kelib qolamiz, o'rtoqlar, to'yga. Nahorashga ozgina kech qolmizdik. Qo'yil. Emotional damage. Aytib qo'ying. Ayting. Emotional damage. Emotional damage. Rostdan nimaga bo'la kamchilik? Charchab ketdi brat. Hayotingda bir shunaqa payt kelar ekanda, bir shunaqa payt bo'lar ekan odamning Qattiqroq. hayotida. Atrofingdagi hamma uylanayotganday tuyuladi. Qarindoshlaring ham, sinfdoshlaring ham, kursdoshlaring ham hammasidan qochib chet elga kelasan, bu yerda ham to'yda, bu yerda ham hamma to'y qilyapti-da. Bo'ydoqlarga bittagina maslahat berilishi mumkin. Bu hayotda boshqa maslahat berilmaydi. Mana bu yerda ham ikkita bo'ydoq o'tiribdi. Uylanish kerak. Bo'ydoq odamga maslahat uylanish. Hammasi yaxshi ketadi. Kamroq pul berilganmi deyman-da, sostav cho'ta qizdirmayapti qanaqadir. Yo'q, bular keyingi nimaga tayyorlanadi. Bola kinolyapmiz issiqda. Ham bitta view ko'rdik. Qizlar qaramay qo'yadim. Ну как тебе такой Илон Маск ко мне, да? Bo'laver. Shundaylar, короче, nima demoqchiligini? O'zi qaramaysan o'zing. Shundaylar qanaqangi mesej bermoqchi sizlarga. Mashina bu oddiy temir. Tesla taksi bo'lib yuribdi bu yoqda, ko'rdinglar. Bu bola sizlarga shu mesejni bermoqchi edi. Casa Milaga keldik. Gaudini loyihalaridan bittasi. Balkonlarni qarasanglar, eng chiroyli joyi shu. Ozgina uzoqroq qolib boramiz. Qaraymiz. Yes, this is the entrance to the best experience of in Barcelona. Nima ahvol bu? Get your tickets. Mahalla qahqarayapti. That's okay. Mahalla qahqarayapti. Vodokanal qahqarayapti dedi-yu. Nima ahvol bu? Televideniye qayerga qarayapti? Televideniye qayerga qarayapti? Endi bu nima ahvol? Go'r vodokanal qayerga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? Televideniye qayerga qarayapti? Hamma qiziqib ko'radi. Ну да, qiziq. Tickets 17 euro. Sayohat qiluvchilarga maslahatimiz bor. Bizning jamoamiz nomidan bojalardan. Birinchi maslahatimiz hech qachon nima deydi, mashhur joylarda, masalan, Rimda bo'lsangiz, Kolizeyda tagida yoki Vatikanning tagidan suvenir olmang. Albatta bu joyda ko'p turist kelishini, ko'p odam bilishini bilib, albatta eng qimmat narxga sotishadi bu yerda. Sal chekkaroqdan, sal atrofni aylab tursangiz, shunaqa bir yaxshi narxdagi joylarni topasizlar. Masalan, o'rtacha narx bu yerda 1 euro, 2 euroga yaxshi zo'r suvenirlarni topishingiz mumkin. Ha, xuddi o'sha narsa mashhur joylar tagida, masalan, hozir La Casa Milaga yaqinroq turibmiz. Bu yerda 4 euro, 5 eurodan sotyapti bu narsani. Zo'r. O'rtoqlar, biz Casa Batlodamiz. Bu ham Gaudini loyihalaridan bittasi. Barselonadagi eng mashhur binolardan bittasi. Balkonlarni ko'rsanglar, boshqa joyda uchramaydigan qilib qilingan. Venetsiyada shunaqangi niqoblarni ko'p taqishadi, ayniqsa festival payti. Bir mozaika deydimi, nima deysizlar, shunaqa narsaga o'xshagan sezamsizlar. Tepalar o'zi mozaika. Tepalarda mozaika bor. Barselonani o'zi ko'p suvenirlardan, nimalarni ko'rsalaringiz, shunaqa mozaika qilib qo'yganlar. Mozaikaga o'xshash narsa. Mozaika bu yerda bir ustobi deymiz, bir shunaqaroq bir o'zi fishkasi bo'lsa kerak-da, masalan. Shunaqa.
Keyingi manzilga ketyapmiz. Barselonaning ko'chalari bir-birisiga o'xshamaydi. Har qaysisi har xil arxitektura bilan qilingan va bu o'zgacha vibe beradi shaharga. Hozir bu yurgan yo'limiz taksini yo'li. O'zi yo chap tarafda, yo o'ng tarafda yurishimiz kerak. Biz o'zbekchilik qilib o'rtada yuryapmiz hozir. O'rtoqlar, biz taksini yo'lda yuribmiz-da. Nima qilsa? Kim gapiradi? Gapiraversin endi. Gapir. Qisqasi Qattiqroq. bizni Yaqinroq borib gapirsin. bugun zalga borish kerak edi, oyoqlarni mashq qildirish uchun. Hamma bilsin endi zalga chiqishingni. Biz hammani zalga Kastajsan. Zalga chiqqanda aytmaslik qiyin. Bu ana Ispaniya ko'chalarida aylanib hozir nima deb o'ylaysan? Nimani ko'rib ana dedi. Qaytaraymi, kamerani buraymi hozir? Sharmanda bo'lasan. Ayting ayting. gaplamadim. O'rgatdim. Gaplarni yo'q. Ha, qaramaysiz. Voyda, qaramaysiz. Zalga chiqish qiyin emas, zalga chiqqanda aytmaslik qiyin. Neden gapirsan? So'p ketyapti baribir. Nima ko'ra gapirganing yaxshi. O'rgatdim. Bilmadim. Xullas charchadik, yurib, ozgina dam olishga o'tirdik. Biz katta ehtimoldan Turkiyaning elchixonasini tagida o'tiribmiz. Yoki Turkiya do'koni tagida. Tepada Gruziya bayrog'i ham Tepada Gruziyaning ham bayrog'i bor. Mana nima bo'lyapti? ko'rsatib yuboraymi? Hozir o'zim ko'rsatib boraman. Qaranglar. Biz randomda o'tirganmiz, lekin bizda Turkiyaning bayrog'i mavjud. Bu yoqda Gruziyaning bayrog'i. Ya'ni Gretsiya bayrog'ini ham qo'yib qo'yapti. Unda reunion bo'lib qolardi. Albatta. Biz yana yurishni boshladik o'rtoqlar. Chetda o'tirgan edik hozir. Chiroyli binolar. O'ylab qarasak, o'tirsak o'tiramiz ekan, vaqt ketar ekan. Ketdik. Biz Barselonani markaziy maydonidamiz. Mana sezgan bitta narsa, qatga asosiy maydonga boradigan bo'lsak, shunaqangi kaptarlar deydimi? Ko'p bo'ladi. Nodir yo'q. Nodir xolasini topib oldi. Bular kimga uchib bo'lsa shunday. Короче, abet qilyapmiz. Abetni yomoni bo'lyapti. Abet. Akaratika bilan o'rdak go'shi. Abet. Короче, harita kaptarlarni ko'rdikda, qozonga bossa bo'lar ekan. Lekin kaptarga tegsang tamom o'rasadi bitta. Thanks, amigo. You're welcome. Where you guys from? Uzbekistan. Uzbekistan. Yes. Nice. You know? Yeah, of course. Near Russia, Uzbekistan. Pakistan, Uzbekistan. Uzbekistan, Central Asia. Yeah. Yeah. Central Asia. Yes. Yeah. Asia. I thought it you here. No way. No. Where are you from? China. China. Oh my god. China. It's Uzbekistan in China. Uzbekistan. Yeah. Uzbekistan. It's close to China actually. Close to China. There is only one country. One country, yeah. Nice. Both all of you, same Yeah. country. Yeah. The same So country. you come for travel? Yes. Yeah. You like here? Yeah, it's good. It's good, right? How about you? Ocean. Actually, we came from Italy. Italy. We are students. Yeah, But students in compared Italy. to, actually I'm from Oh, yeah, Rome, yeah. but Yeah. compared to Rome, more clear, more organized, and more beautiful. Yeah. Here? Yeah. Then Italy. Yeah. Than Rome. Roma. Italy is a romantic country.
Take which country? Thank you. Good trip. Yeah. Nice to meet you, bro. Nice day, eh? Thank you. Happy here. Qanday yoqadi? Bunaqa boshqa millat odamlar bilan gaplashish bir experience-da bir o'ziga xos. Hozir xitoylik brat bilan gaplashdik. Construction sohasida, qurilish sohasida ishlar ekan. 34 yoshdaman, lekin facial expressioni bizniki bilan bir xil. Men bilan taqqoslasa, mendan ko'ra yoshroq ko'rinadi. Soqolingiz opting brat. Yaxshi, lekin har xil davlatni, millat odamlarini boshqa bir millatda davlatda uchratish qiziqarli. O'zi meni fikr olishimcha, bular qo'shiladigan ko'pmi? Odamni eng ko'p o'stiradigan narsalardan bittasi shu. Aynan men talabalarga tavsiyam o'qish to'g'ri birinchi o'rinda. Yaxshi gaplar bo'lyapti. Yaqinroqdan gapiring. Ha, gapiraveraymi? Aha. Albatta o'qish hammasidan oldin talabalarni tan olish kerak. O'qish eng muhim narsa. Lekin o'qishdan ham tashqari inson sifatida o'saman desa, dunyoqarashni o'stiraman desa, bir tashqi dunyoga bo'lgan munosabatni, boshqa odamlarga bo'lgan munosabatni o'stiraman desa, bo'lajak talabalarga tavsiyam ko'proq odam, turli xil millatlar, turli xil insonlar qaynaydigan turli xil odamlar yig'iladigan joyga kelsin. Men kanalimda post yozgandim, men Yevropani nima uchun yaxshi ko'raman degan misolda. Yevropani shunisi yaxshi, ya'ni boshqa joylarga nisbatan har xil millatni, har xil qit'alardan, har xil joylardan odamlar keladi, ular bilan suhbatlashish, ularni bir dunyo qarashini, ularni bir yashash tarzini, ularning madaniyatini ko'rish imkoniyati bo'ladi. Shunchaki ko'rish emas, o'zingizniki bilan taqqoslaysiz, o'zingizniki bilan bir o'xshashliklarni, farqlarni ko'rib, shunda bir miyaga bir nima beradi. Men to'g'ri yo'ldamanmi, noto'g'ri yo'ldamanmi? Qanday qilsam chiroyli bo'lar ekan, qanday qilsam xato bo'lar ekan? Qanday yo'l tutsak yaxshiroq bir improvement deydi-ku. Bir shunaqa o'sish bo'lar ekan, bir to'g'rilanar ekan. Meni fikrim shu. Menga shu uchun Yevropa o'zi boshdan bosh yoqqandi. Bundan tashqari yana binoning odamlarni hozir aytdi, to'g'ri, odam qo'shadi, yana nimadir qiladi, lekin biz o'ylaymizda O'zbekistonda biz o'zbeklar yaxshimiz, mehmondo'stmiz, biz odamlarimiz yaxshi deb, lekin bu yerga chiqqandan keyin qarasang hamma yaxshida. Chunki har xil millat ko'ramiz, shu paytgacha bitta ham yomon, to'g'ri, ayrim holatlar bo'lgan, exceptionlar hamma yerda bo'ladi. O'zbekistonda ham hamma ham yaxshi emas, lekin 90% holatda odamlar senga yaxshi munosabatda bo'ladi, yordam berishga harakat qiladi agar sen yordam so'rasang. O'sha jihatini men o'zimga kashf qildim. Yevropada misol uchun 2 yildan beri o'qib. Ashanaqa. Endi men qoldim bitta gapim. Mana nima to's aytib yuboring. Yaxshi, to'g'ri, hozir gaplar bo'ldi millatdan taqqoslash haqida. To'g'ri gap. Oldin boshqa millatlarni ko'rmasdan turib, har deb odam o'ziga bino qo'yvermasligi kerak-da. O'zbeklar ko'p gapiradi, masalan, biz unaqamiz, biz bunaqamiz, bolani yaxshi ko'ramiz, mehmonni yaxshi ko'ramiz deydi. Bu o'zbeklarning bir, lekin 80% chetga chiqib boshqa millatni ko'rmaganda, boshqa millat qanaqaligini bilmaydi. Odam o'ziga oynada o'zini ko'rib o'tiraversa, o'ziga bino qo'yaveradi-da. Odam sal chetroq chiqib, tashqi muhitga chiqib, boshqa millatlarni ko'rish kerak, boshqa bir joylarni ko'rish kerak-da, keyin o'zini solishtirish kerak. Ana o'shanda sal nima deydi? Taqqoslash mantiqiyroq bo'ladi. Bir logika bilan o'ziga odam baho beradi, sal hadeb nima qilmasdan, nima deydi? O'ziga qarab, o'ziga bino qo'ymasdan boshqa davlatlarni ko'radigan bo'lsa, biladiki, faqat biz osmon musaffo emasligini, faqat biz odamlar yaxshi emasligini. Keyin yana bitta shunaqangina stereotip bor nimada, biz O'zbekistonda boshqa millatga chiqish bu haligi nima deydi, qanaqadir riski bor, boshqa davlatga chiqish bu riski bor narsadek tuyuladi. Boshqa joyga boradigan bo'lsa, hammalik yomon ko'radigan, ular bilmadim. Nima deydi? Sovet nimasi bo'lganmi, mafkurasi bo'lganmi shunaqa, masalan, o'zing chegarangdan tashqariga chiqadigan bo'lsang, chet elliklar dushman. Dushman, ular san uchun dushman, qanaqadir san uchun risk bor degan narsa bo'ladi. Lekin aslida bunaqa emas. Chiqib ko'rish kerak. Maslahatimiz shu. Aylaninglar, chiqinglar chetga, sayohat qilinglar, ko'ringlar boshqa millatlarni. Yaxshi o'sasizlar, juda ham katta inson sifatida o'sasizlar, ko'p narsa eksperiens orttirasizlar. Odam aytardi, chetga chiqsang boshqa millat vakillari bilan do'st bo'lmaydi. Lekin hozir
o'zbeklardan ko'p mani chet millatni vakillari do'stlarim ko'p, ya'ni xalqaro talabalar do'stlarim ko'p. Chunki ular san boshingdan kechirgan narsalarni u ham boshidan kechirgan. O'zini yurtidan boshqa bir yurtga kelib, u yerga moslashishga harakat qilyapti va ularda katta ehtimol bilan yomonlik kutmaysan. O'sha narsani aytmoqchiman. Onam aytgan gaplarga qo'shilaman, to'g'ri. O'zbeklar bilan yaxshi chiqish kerak. Mana yurtimiz bajaradi. Lekin chetdagi, ya'ni boshqa talabalar ham xuddi bizaga o'ylaydi, bizada fikrlaydi. Ular ham bizani boshdan kechirgan narsalarni boshdan kechirgan. Qolganlar ham odam, faqat biz emas, shuni aytmoqchi bo'laman. Bizada odam, boshqalar ham joyi bizada ham odam. Ko'zi 3 ta emas yoki ko'zi bitta emas, hammaning ko'zi 2 ta. Shu gap uchun senga bitta badak. Shu gap uchun bitta banan. Bitta bananga yarasha gapirdim. Qani oldik-da. Qani ko'tardik-da. Banan yeganimiz Ko'p gapirib yubordik-a hozir. Banan yegan tushmasin mayli qo'yganim edi. Kalashnik ko'tarib qatgadir urushib ketayotganda his qilaman. Biz obed qilib yana aylanishni boshladik. Mana Shamshod esdalik bo'lib qolsin-da, mana keyingi yil mana shu videoni bitta chek qilamiz, xo'p? Keyingi yil o'sha ish qilamiz. Alohida video qilaylik bunga. Bitta aytamiz o'tga yetib o'qigandik deb. Abu. Hozir bo'pti, hozir chetroqqa chiqib olsak, bir gapim bor degan edi. Shamshodni mang boja bir gapiring. Narsa bor. Nima qarang bo'lmasa. Yo'q, ko'tar. Yo'q, karta. Demak, qadrli o'rtoqlar, esimda ko'p o'tirib esladik. Men o'zi Nodirbek Sherzodbek bilan birga universitetni bitirganman. Birga bitirganmiz, birga harakat boshlaganmiz universitetga, Italiyaga, mastersga. Afsuski, muammolar chiqdi, boshqa narsa bo'ldi. Bularning ishi o'xshab qoldi. Men o'zim ham dangasalik qildim, o'zim ham bilimsizlik, tajribasizlik bo'lib, men kela olmay qolgandim. O'tgan yil yo'q, 2024 da bo'ladi endi. 2024-yil shu yozda keyin qishgacha o'tirib shunchalik ko'p duo qilgandik. Bir-birimizga shunchalik ko'p niyat qilgandim. Iloyim shu bolalar bilan Yevropada ko'rishay, iloyim shu bolalar bilan Yevropada birga bo'laydi. Shunchalik ko'p duo qilgandim. Ishqilib ko'p edi. Tasvirlash uchun, qiymat uchun aytib bo'lmaydi qanchaligini. Duolar qabul bo'layotgan jigarlar. Duo qilsa hammasi amalga oshar ekan. Mana hozir Barselona. Bu emas, Polsha emas. Bunaqasi teskarisi. Qanaqa? Teskarisiga yonbosh qiling. Bunaqasigacha. Ana, boshqa qanaqa boshqa. Gapiring endi. Mana hozir Barselonada. Bu emas, unaqa shahar emas, bunaqa shahar emas. Barselona. Bundan oldin Italiya o'zini Venetsiyani Gardalar aylanib chiqdik. Duo qilinglar, so'ranglar, harakatini qilinglar. Inshaalloh hammasi amalga oshadi. Bo'lim Barselonani eski shahar qismidamiz. Gotik kvartalida. Menimcha shu yerda to'qilganlar bekor qiladi. Barselona kimligidan mana u deydi. Hozir Barselona Eski shahardan. Barselonaning eski shahari. Chiroyli joy bor ekan bu yoqda. Barselonani katedraliga keldik. Cherkov. Zo'r sayrar ekanlar biratan. Qalay? Chiroyli ham tanlaysizmi? Qarang, o'zbekligi borda, qiziqqanda. Zabay. Kimmi? Men ko'rsam, meni ko'rsam. Qaysi biri? Ana, Bumi? Plakatdagi opani aytgan ekan. Men tushunaman deb o'ylaysiz. Barselona fanatlari. Mana bu yerda bir nima bo'lganini aytib,
Nodir rejection. Nodirni nagli reject qilishni ham yerda bor-ku. Kelinglar. Qizlarga kelinglar rasiga olib qo'yaman degan edi. Nodirga turib qoldi işte. Turib qoldim, rahmat dedi. Qizni ham ko'rdi, hozir bu yoqqa qarab kulib yotdi men video ko'rganimni ko'rib. Adam bo'ldi. Gado bo'ldi. Voy voy. Odam nur olib turishing kerak-da. Voy 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 voy. Shunda o'zing ham burning osmonga ko'tarib ketding. Ana. O'zingni joyingni bilib bilasan. Prosta undan oldingi gaplar videoda chiqmadi. Nodir nima deganing? Sherzodni ko'rgan odam qo'rqadi. Qo'lidagi narsasi bilan urib qo'ymasmikan? Mana shu ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi? Aka, kimlik davri keldi. Mbappéning davri keldi. Oxirgi marta qayerda video olganim ham esimda yo'q. Esimdan chiqib ketdi video olish. Xullas hozir biz bog'damiz. Barselona milliy bog'i. Milliy bog'? Barselona Milliy bog'. Markaziy. Nimadir? Alisher Noy bog'idir. Xullas aylanib yuribmiz bog'da. Yoqmagan tarafi u past ko'rsanglar yer turpoq solishibdi, shuni qanaqadir bir bor o'zimga yoqmaydi aytaman, hali vamyoq istashga olib ketib Toshkentda deyman, no boshqacharoq narsa qilsa bo'lar edi-da, bir toshmi nimadir tashlansa bo'lar edi. Qum tegi xullas yurganda changida kelgan shamol bor. O'shaning uchun unchalik ham zo'r emas. Yoqmagan tarafi shu, lekin bog' yaxshi. Ancha yashil, daraxtlar ko'p. O'yin kulgi bu yoqda. Xullas shunaqa. O'rtoqlar, biz bog'ning ichidamiz, bog'ni ko'ringlar endi. Yosh o'tmayapti hattoki. Bog'mi? Bananmi bu? Da. Ikkisi banan daraxti. Banan daraxti. Baobab daraxti. Yo'q, baobab boshqacha bo'ladi. O'zbeklarga bersin, pomidor bodring. Boshqatdan. Bizankilarga bersam, issiqxona pomidor bodring, yana nima bor? Hamma Limon ekadi. Limon ekora. Yaxshi pul beradi-da. Da, yaxshi, hosil yaxshi bo'ladi. Soqqani qil deydi-ku. Kirdik, endi qaytib chiqamiz. Aytgancha bu bog'ga kirish tekin, hech qanaqa pul bermadik. Hech kim ekan. Bog' katta-ku, o'zi prosta o'rtoqlar, qaranglar, biz qaytib kelib qoldik. Eng yaqinda o'rtadagi orolchalardagi daraxtlari bu. Rostdan zo'r ekan. Daraxtlar zo'r. Jim. Xullas joylarda aylanib rasmga tushib yuribmiz. Menimcha aylanib qo'ydik pachni. Mana biznikilar ketib qolishibdi. Yig'i, sig'i, baqir, chaqir. Rasmga tushgan shuncha to'polon. Nima qilyapti endi bu bolalar? Charchaganmish.
Model bo'lishdan charchadim. Juda nozik bolalar ekan bor. Hey, bizga anu nima edi? Faqat auditorlik qilishmadi. Mualliflikka ham berasamiz. Boshqatdan nima beraman? Mualliflik huquqi. Mualliflik huquqi sizga nima? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Bilasizmi nima kerak? Bir qarishdi. Menga bilasizmi nima kerak ekan? Sen bizni ruxsatimsiz bizani videoga olib, sen YouTube'ga chiqarmoqchisan. Albatta. Da, u uchun O'zbekistonda javobgarlik. da, javobgarlik bor. Sen meni roziligimni olishing kerak. Men seni sudga beraman. Sen roziligingni olishim kerak. Ha? Sen meni videoga olyapsan. Syomka qilyapsan. Sen qanaqa roziliging kerak emas. Siz nimangizni olish kerak? Bilasizlar-ku, buni olish kerak. Shavshat Dam berish kerak. Shavshat becharaning ham ichida dardi ko'p. Aytolmayapti, prosta kamera borligi uchun. Biz avtobusga chiqib sohilga yaqinroq kelib oldik. Endi ozgina piyoda yurishimiz kerak. Birinchi marta biz chiqqan avtobusda odam ko'p edi, to'g'rimi? Oldingilarda bunaqa bo'lmagan. Mana bunchalik crowded deydimi? Crowded. Bunchalik ko'p nima ko'rmaganman. Yo'q, menimcha populyar yo'nalish bo'lgani uchun, mashhur yo'nalish bo'lgani uchun ko'p kelishadi. Ko'pchilik besiga kelyapti. Marixuana haqida sezyapsizlarmi sizlar? Nima? Voy. Iya. Ana. Ola. Marixuana haqida kelyapti. Yana bitta menga yoqqan tarafi Barselonani. Velosiped yo'llari alohida, avtobusniki alohida, kelgan oddiy mashinalarniki alohida. Bunaqangi tartibli yo'l ko'p joyda ham bor emas. Shu yerdan bitta uying bo'lsa, yoz payti shu yerdan bitta uying Uy bo'lsa, issiq sezon bo'lgandan keyin apreldan boshlab oylikkami, kunlikka ijaraga odam qo'ysang. Tavba qildim men bu odamman. Uying bo'lsa, o'zing dam olsang maza qilib dedim ekan, desam ijaraga odam qo'ysang. Yil 12 oy bo'la olmaydi-ku bu yerda. Bo'lmabsiz bor. Orzuni pul ishlash uchun qilmaydi-da, orzun prosta maza qilish uchun. Haligi aytadi-yu, bittasi jin topmoqdi-da. Chiroqni ishqalagan ekan, jin chiqibdi. Aytadi, 3 ta tilaging bor desa, uchalasiga ham Matiz so'raydi-da. Keyin jin hayron bo'ladi. Nimaga uchalasiga ham Matiz so'rading? Matiz endi nima qilasan desa, uchalasini sotib bitta Gentra olaman dedi-da. O'shanday bo'ldi siz gapingiz. Biz va nihoyat yetib keldik. Mana dengiz, mana okean. Barselona beach. Oyoq kiyim bilan kirish. Yechasiz oyoq kiyim. Eshityapman, gapni ko'paytirma, yech. Yechmayman. Yechmaysan? Men senga ko'rsataman yechmaslik qanaqa bo'lishini. Ishtonimni yecharkanman, dada. Suv juda ham sovuq hali lekin. Bitta tushib chiqqan odam bir oyga shamollaydi. Shamshod tushmay sovuq. Bich toza ekan, yaxshi, zo'r. Faqat keyinroq kelish kerak, sal havo siganda bor. Videoga chiqdi. Nima deb o'ylaysiz hozir? Nima paydo, nima sodir bo'ldi? Osmondan bomba tushdi, sal qoldi Nodir ustiga tushishiga. Bir falokat bola chiqdi insonga. Oshishim bir. Voy Nodir. Beachdan qaytdik.
Bizga ovqatlanishga joy kerak, keyin telefon zaryadga qo'yib olishimiz kerak. To'g'ri ketyapmiz. Ovqatlangani joy topdik, kirib ko'ryapmiz, zaryad bo'lmaydi telefon. Biz faqat to'g'riga. Biz xullas o'rtoqlar ovqatlanib, telefonlarni zaryad qilib, endi quyosh botishini ko'rgani tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Avtobusda keldik, shetgacha bu joyga. Endi bu yoqqa 10 minut, 15 minut piyoda yurish kerak. Mana biz chiqdik tepaga. Sagrada Familia. Mana shahar. Mana shu yerda yuribmiz biz. O, Nodir ko'rinarmikan endi bu yerda? O'rtada yuribdi, yo'l qolib. Xo'p. Yana shuncha chiqib qo'ydik. Nodirga ishtek choldimi deyman-da. Nodirga ishtek cholgandir. Yo'q, qiziqqanman. Nihoyat. Tog'ning tepasidamiz. Shu taraf xalaq beryapti menga video olishga. Nodir bilmasa men qayerdadir qolib ketdi. Mana. Here we go. Senga choldimi ishtek? Ha? Senga ishtek choldi? Senga choldi? Of course not. Men beraga qaytdim Zapor Park. Aytdim senga, to'g'ri yo'ldan yurdim. Bu narsa deylar endi. Nodir nimadir deysan? Hammaga rahmat. Nimaga? Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demaksiz. Yaxshi insonsiz. Loyiha. Oxirigacha ko'ring endi, chetgacha ko'ribsiz. Savob shu oxirigacha qiladi. Sizda nima gap? Uni boya aytishim kerak edi. Boyagina aytish kerak edi. O'rtoqlar, bitta gapimiz bitta. Orzular orzuligicha qolib ketmaydi. Duolar shunchaki duoligicha qolib ketmaydi. Aytdingiz-ku. Harakat shunchaki mehnatsiz, natijasiz, nima mehnat shunchaki natijasiz bermasdan qolib ketmaydi. Shunchaki viewda tomosha qiling. Mana shunday qilish kerak. Bundan keyin viewda ko'rish kerak edi. Boshida. Nima qilay endi teskarisiga qo'yib yuboring. Men keyin kesib tashlang, men nima qilaman? Ham joyda ham qaytadan qilamiz. O'z olaylik. Ko'ryapsizlarmi, mana kesib tashlang dedi, lekin kesib tashamayman, tabiiy chiqish uchun. Chunki bizda faqat original kontent. Bilsanglar bilarsizlar. Bunaqa kanal yana qayerda bor, o'zinglar aytinglarchi. Ya, hammani motivatsiyasi qo'zib qoldi menga, quyosh botishini ko'rib. Gapir endi san ham, ha. Yil oldin O'sha gap. Yoshligimda. Tug'ilganimda hali yurolmasdim. yurishni o'rgandimda. Meni tashlab ketgan, yolg'iz qolgandim. Gapir. Qisqasi bir necha yil oldin O'zbekistonda o'tirib shu joylarni, videolarini ko'rib o'ylardim. Qachondir men ham shu yerlarga borar ekanmanmi? Orzu qilishdan to'xtamang. Barsa bormas bo'lib kelmadingizmi? Mana biz keldik. Ushdarmayat o'tiribmiz. Quyosh botishini ko'raylik. Quyosh botishini ko'rmaganlar. Tushman, mendan tashqari ham bironta odam o'zlami? Sadarmayat deb mendan tashqari ham bironta odam bor. Har xil davlatdan har xil odamlar o'tiribdi. Boshdan orasida uchta o'zbek ham bor. Bu boshqacha hissiyot. Biz o'tiribmiz mana. Ha. Boshqa o'zbek bormi? Endi men nima motivatsion gap gapiray endi.
3 yil oldin Toshkentda kvartirada yashab yurganimizda yeyishga non yo'q edi. Faqat go'sht yerdik. Qiynalardik. Avtobusga prezdda sotib ololmasdan faqat Yandex taksida yurganmiz. Yotoqxonada joy yetmagan bizga, kvartirada turgan. Penthouse turganmiz. Toshkent City'da turganmiz. Men bechora Toshkentda ham yashamaganman. Boshlandi hozir, men yig'i sig'i bo'ladi. O'chirayga tinchgina. Esinglarda bo'lsa, parkda o'tirgan paytimda aqlli gaplarni gapirganimizda qo'limga banan berib qo'ydim, men bu safar yana men. Yaxshi gap gapirsa banan berar ekan bola. Ekstra protein. Endi quyosh botishdan banan yeymiz endi. Razil keling. Yaxshi odamlarsan barusha. Bilaman. Mayli, bizdan oldimizda mayli. Muhimi baxtli bo'lsa-da. Eng yaxshi do'st bo'lsa baxtli bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Rahmat. Yaxshi gaplar bo'lyapti. Shu joyga bitta banan berarchi bolaga yana bitta. Sen bilan ishlatyapsan? Yashayla gap yo'q. Kontent aytib berdilar. Biz ham qo'shiq aytaylik. Mana shu savoring. Nima qilyapti? Ayting, mana kamera bor. Qaysini aytasiz? Yo'ldagi ko'zgu maska. Unaqa qo'shiq aytish emas, hamma xor bo'lib, hamma birgalikda. Выступает хор мальчиков-зайчиков. Aytayotgan qo'shiqlarimiz ham borku o'zi. Man nola qilay, shomu sahar dod beshigingdan hamsar bukildi qaddi shamshod eshigingdan. Davom eting. Sizni favoritingiz-ku. Kempga chiqamiz, zo'r bo'lganda lekin kempga chiqaman. Qani endi o'sha kempdagilar. Bu kontentni men bilan birga kempda chiqqan o'rtoqlarim ham ko'radi. Kommentariyada yozinglar, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ibrat Camp Edinburg gruppasidan kim ko'rayotgan bo'lsa yozinglar. 2023-yilgi sezon, 2023-yilgi Masters Degree sezonini eng zo'r jamoasi, the best team bo'lganmiz. Yozinglar, davay, kommentariyada qiy-chuv qilamiz, davay. Bosinglar. Ko'rarmikan Masters 2024 top Unicamp Masters. Sen qaysi gruppada bo'lgansan? Ayt axir. Bormaganman. Borgansan-ku Ibratga. Ibratgam nima oddiy nimaga borganman? Lager. Xo'p, o'shani ayt, xo'p. 2022 oxirida borganman. Oxirgi sezon 5-sezon avgustda borganmiz. Lekin u kampdagilar hozir O'zbekistonda ikkitasi qolgan, qon hammasi chetda yuribdi. Yaxshi-ku, nima qilibdi? Chetda yurgani. Faqat shu bor. Paket tagimga qo'yay. Bu yoqda hech kim yo'q, joylar bor ekan. Deyarli hech kim yo'q. Men yoshligimdagi formamni ushlab qo'yganman. O'shanda ham qila olmasdim, hozir ham qila olmayman. Endi nima bo'ldi? Qaramay qolaman, shu fokusga qolib qoladi. Hozir menga yetyapti-da. Aytib olaylik-da, okey. Davay, ol. Hozir menga yetib o'tirdi. Telefonga ko'p video olasan, ko'p rasm tushasan. Mana o'zi 1 yilga post joylab o'tiribdi mana.
dugonalari ko'rish uchun. Biz o'rtoqlar qaytdik, ko'rinmay ham qoldim videoda. Quyosh botdi, kech tushdi. Hozir shaharni sizlarga bitta ko'rsataman, shu bilan bo'ldi, bugun kontent tugadi. Mana o'rtoqlar, kechki shahar. Biz shu yo'llardan ketyapmiz. Hammaga xayrli tun. To'g'riroq bizga xayrli tun. Sizlar ko'rishda davom etinglar, chunki bundan buyog'i ertangi kontent boshlanadi. Bir umr maftunman desam sen kulsang, ishqingda tutqur videon yo'qing bilan videon yo'qing. Ketyapti. Boshqasini aytinglar, men ham qo'shilay. O'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zallar! Ozgina kayfim bor, vaqt yuribanda. Barselonadan xayrli tong hammaga. Bugun biz sayohatimizni boshladik. Birinchi boradigan joyimiz Güell parki. Güellmidi? Menimcha Güell edi, esimdan chiqib qoldi. To'g'ri aytyapman deb umidaman. Hozir biz suvenir olmoqchimiz. Ertaga Shamshod ertalab reys bilan uchib ketadi. Biz obeddan keyingi reys bilan. Biz o'rtoqlar parkka keldik. Odam ko'pligini qaranglar. O'rtoqlar, biletlarning hammasi bugunga sotilib ketdi. Biz kira olmasdan qaytdik. Ertagalikka rezervation qilsanglar, kirsanglar bo'ladi deb aytdi. Ertaga Shamshod ertalab ketadi. Hozir aytganimdek, Nodir kirmaymiz deyapti. Xullas, bo'lmabdi bu sesda bor-ku. Topish kerak bu bolalar. Mashg'ulotlar bilan Barselonada ikki mayda. Bola bilan ikkiga ma'bu bola bilan bo'lmabdi bular. O'zi bo'lmagan o'zi. Hamma bizga o'zi bitta sizlar xohlasa cho'kmagan, hamma cho'kib ketdi o'zi. Biz bekorga chopishmabdi sizlarni. Biz avtobusga chiqdik. Hozir Manchuyga qarab ketyapmiz. Endi Park Güell bilmadim. Chopildi Park Güell. Avtobusdan chiqib metroga o'tirdik. Metrodan hozir chiqyapmiz. Hozir mana bunaqangi kabellarga funikulyarga chiqiladi. Shunda bitta aytib qo'y. Funikulyar. Boshqatdan. Funikulyar. O'rganib olsam. O'rganib oldim. Yana bir marta ayting. Yana bir marta ayting. Xullas, o'shanga chiqib boramiz hozir. Keyin u tog' tepasiga olib chiqadi. 450 metr balandligiga adashmasam. Biz mana yetib keldik. Hozir shu yoqqa funikulyar keladi. Biz unga chiqib ketamiz keyin. To'g'riga. Urilib ketmasak bo'l. Story solishtirlar. Oyna narxi qo'yishmabdi dedi. Hozir videoga tayyorlansan. Bir Gruziyaga borgan bo'ldim. Gruziyaga eshitdilar, keyingi manzil Gruziya ekan. Bo'ldimi? Rostdan. Bo'ldimi? Tugadimi? Ishkom ham chiqardik bu yoqda. Manchuyga yetib keldikmi hozir? Biz boshqa narsa bu nima deydi? Boshqacharoq narsa kutayotgandik. Biz video kutayotgandik. Tugadimi? Nima bo'ldi? Taassurotlar qalay endi? Bo'lmadimi?
Attenzione, Tepadan attenzione. ko'rmoqchi Mana shu joydan chiqilar ekan funikulyurga. Hali chiqmamiz. Xo'p. Lekin hozir ham yaxshigina tepadamiz. Chupa-chups, lollipop ladies. ancha uzoq vaqt oladi. Endi kutishimiz kerak. Bank qilish kerak. 18 ga chiqib tushirar ekan. To'g'rimi shunaqami? 18 euro to'laymiz. Keyin tepaga chiqamiz. 8 euroga qo'shimcha qo'shib beryapti deb his qilyapmiz. Har nima. Biz mana biletlarni oldik 3 kishiga, lekin validat qilmadik-da. Shu bilet olganga yarasha bor-ku. Biletni bir kishiga olib o'tib kelaversak ham bo'lar ekan. Shu o'zbekka nima bir nima deydi? Hitlab o'tish tekinroq yo'li bo'lsa, shu arzonroq nima bo'lsa ham. Yo'q, validat qilganimizda mayli, men rozi edim, просто shu to'ladim keyordik-da, validat qilganimizda gap yo'q edi. Shu bir parcha qog'oz uchun biz 51 euro to'ladik. Borish kelish 17 eurodan tushdi kishi boshiga. Endi u mana ketishyapti. ¿Sabes que yo te conté la historia de este bus? Yo escalé en Nuevo O'zi necha kishilik ekan? Biz to'rtalamiz kiramiz, boshqamiz. To'rtalamiz? To'rtinchimiz bormi? Sorry. Shamshod, hozir siz ko'rayotganlarda shu qo'yib o'tdingiz. Mana ko'rsangiz. Kim ekanmi? To'rtinchimiz yo'q, o'rtoqlar mana uzoqroqdan ko'rsam, mana 3 kishimiz. To'rtinchimiz yo'q. Bu meni qalbimda. Bu meni qalbimda. Qalbimda gullar ochila boshlar, quvonchi ko'kka sochila boshlar. Eshitdinglar, Shamshod qalbida kimdir bor. To'rtinchimiz o'sha. Ha. Travel qilsanglar shunday bo'ladi. Kimdir hamma narsani ushlab biladi, kimdir videoga oladi, kimdir Rosa mazarada men muhit uchun turib berar kimdir. Odam soniga. Mana bojalar ketdi mana. Lekin yomon ham to'syapsan, nima? View. Sagrada Familia. Piyoda tushgan vaqt bo'ladim. O'sha kech qaytishgan bilet olgansiz. O'sha Keching xayr. Biz funikulyurdan tushdik. Bu yoqda bunaqa bog' boshlanyapti. Mana shu Kataloniyani bayrog'i. Ozgina boshqacharoq ekan. Bu yoqdan zambarak topib oldik. Og'ir artilleriya. Askar aylantiring deb bittasi. O'qlanganmikan? O'qi bormi ichida? Menga ham sizlar Ya qo'y endi. Aqalingni qara. Ushlachi. To'g'rida dengizdagi kemalarga qarab otishgan. Bo'lsa kerak endi. Bekorga turgan yo'q. O'tamiz. Madrid tarafga o'tib boring. Shunaqa gulzorlar qilishibdi. Bu qasrga kiraverish tarafi. Bu bolani taniysizlar. Bu yoqdan yana bitta artilleriya. Ana. Naryoqda yana bitta artilleriya. Visca Barça. Oh, ich habe noch ein anderes von Luisa, wie Luisa das findest. Titanic.
Radiozanga bo'lsa kerak. Radiosi ham Katta bolalar mashinasini topib oldik ana. Qorasidan. Lyuki bormi ekan? Lyuk yo'q ekan, mexanika ekan, mexanika. Ana, no lekin hatchback. Ketdik. Ha bunga Malibu rol qo'ymayapti-ku. Mercedes bar bilan. Biz shu yerdamiz. Kecha to'g'ridagi tepalikda o'tirgan edik. Shu joyda. Yo'q, Nargisda o'tirgan ekanmiz, Nodir. Qara, mana bu joyda qasr ko'ryapsan? Biz o'tirgan joydan shu qasr ko'rinyapti. Demak, biz qayerdadir bu tarafda bo'lganmiz. Umroqda deysanmi? Ha. Sagrada familiyani topsang, uni ham topasan. Montjuic stadioni Barselonaning hozirgi stadioni vaqtincha o'ynab turgan. Shu tog'ning yonida. O'ynasa agar mabodo shu yerdan ko'rsa bo'lar. Biz tepalikni bir aylanib chiqdik, yana o'sha boshlangan joyga qaytib keldik. O'tiribmiz mana. Charchadi Nodir. Shamshod video olyapti naryoqda. Endi yana sekin qaytib tushib ketaveramiz. Biz tepadan pastga tushdik. Hozir Barselona muzeyiga qarab ketyapmiz. Yopiq muzey. Bittasi. Xullas yopiq ko'rsatyapti Google'da. Bilmadim, dushanba kuni yopiq bo'lishi qanchalik haqiqatga yaqin borib ko'ramiz. Bilmadim. Kiramizmi yoki yo'q. Lekin tashqarisi fasadi chiroyli ko'rindi bino. Shunchaki tashqaridan ko'rish uchun bo'lsa ham ketyapmiz hozir. Shu bola rasmga olib qo'y endi. Nodir navigator bizda. Esalomon yetkazib olib boradi degan umidamiz. Shopir, hammasi yaxshi bo'ladimi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Zo'r gullabdi. Mana shu bola hech bizga yeta olmayapti. Meni so'roqlab? Ha? Meni so'roqlab? Seni. Menimi? Xullas o'rtoqlar, bilmadim. Ancha balanda bo'lganimiz uchunmi nimagadir Google karta yaxshi ishlamayapti. O'shaning uchun ko'p adashyapmiz. Hozir ham Google karta boshqa joyni ko'rsatdi, lekin o'zimiz ishongimiz kelmadi. Boshqa tarafdan yurib ko'rdik va to'g'ri qilgan ekanmiz. Shu muammo bo'lyapti ozgina ko'proq vaqtimiz ketib qolyapti joylarni topib olishga. Hozir muzeyga keldik. Hookers. Xullas biz yerga keldik mana. Ha? Today. Smash. Only smash. Bu bolaga bir narsa bo'lyapti shu. Xo'p, mana shu yerdamiz biz yana. Barselonada ikkita baland bino ko'rdik. Bittasi Sagrada Familia. Shu bino. Keyin Shota nimadir bo'ldi kameraga. Makrolinza qilib qoldi. Shu bino bilan keyin Sagrada Familia bor.
rasmga tushib bo'lsak, obed qilishimiz kerak. Obeddan to'r bo'ldi. Nima bo'lyapti? Fokus yo'qotding. Uzoq ketib qolding. Biz pastga qarab tushdik. Fontanlar afsuski ishlamayapti, zo'r fontanlar bor ekan. Vaqtinchalik yopiq hammasi. O'rtoqlar, xuddi shunaqangi minora Venetsiyada ham bor. Va bular Venetsiyadan o'g'irlashgan. Video olib yurish doimgidek esimdan chiqib qolibdi. Nodir hozir eslatdi. Qorong'ulik uchun shoshib obedga kirib ketib qolibmiz. Keyin video ham olmayapman. Endi uyga borib dam olmoqchimiz ozgina, keyin kechasi yana ko'chaga chiqsak, uzoqqa bormaymiz unchalik. Ko'radigan joylarimiz tugadi. Demak, hozir sizlarga umumiy Yevropa desak ham bo'ladi. Umumiy Yevropadagi bir public transport tizimi haqida ozgina gapirmoqchimiz. Kattaroq. Umumiy Yevropadagi public transport tizimi haqida gapirmoqchimiz. Metroni oldingiz. Metrodan bitta videoda Manimchada. Mana hozir avtobuslar haqida ozgina gaplashamiz. Avtobusga ham o'tirib qoldik. Odam kamroq. Olsangiz bo'sh hamma joyi. Bitta zo'r narsa Yevropa metrolarida siz bekatga yaqinlashib kelayotgan bo'lsangiz, albatta stop tugmasi bosishingiz kerak. Toshkentda tugma bo'lsangiz, albatta sizni urishadi. Yo'q, ishlamaydi, o'chirib qo'yishgan. O'chirmayman. Eng boshida eng birinchi kelganlarni bosganim uchun menga gapirib baqirgandi haydovchi. Masalan, siz borayotgan bekatda chiqadigan odam bo'lmasa, haydovchi to'xtamaydi. Nima bu vaqt qadrlari balki? Bekor to'xtab o'tirmaydi. Bekorga to'xtamaydi, to'xtatib o'tib ketadi. Keyin ham tablo albatta bor. Toshkentda ham bu narsa hozir o'chirilgan ekan. Yo'q, oldidagi ishlayapti. Bekat. Oldidagi ishlayapti. Bunisida. Keyin yana bitta zo'r tomoni, menga eng yoqqani, buni tiqilinchda ketganlar biladi. Eshik tashqariga ochiladi, ichkariga qarab emas. Ichkarida eshik tagida turgan odam eshik ochiladigan paytda tiqilib qoladi, haligi noqulay holatda turadi. Bu yerda eshik tashqariga qarab ochiladi. Yamali joyga kelib qoldik. Okey. Ayni gapirgan payt. Shu, keyin bizda Toshkentnikida yoki viloyatlarda bo'lganida bu yerda konduktorlar yurmaydi tekshirib, biletlarni to'lov qildingizmi? Bilet sotmaydi to'g'riroq. Naqd pul umuman yo'q, naqd pul umuman ko'rmadim. Menimcha yo'q, butun boshli Yevropa o'zi bo'sh kechgan. Ishlamaydi ham, masalan, kelib san to'ladingmi, san to'lamading, boshqa narsa qildingmi deb. Rimda men bu darajada ko'rmadim, Milanda ko'rdim. Keyin Barselonada ko'ryapman. Odamlar kelib o'zi to'laydi. Tiqilinchmi, yo'qotdimi, yo'qmayaptimi, kartasidan chiqqan boshqa narsami, inkamda telefonni olib, albatta yo'l haqini to'laydi bu yerda. Qo'yib, shunchaki qo'yib olish kerak. To'lasa bo'ladigan apparatlari bor hamma joyda ishlaydi. Lekin tekshirishadi keyin chiqib. Mabodo kimdir to'lamagan yo'lovchilar bo'ladigan bo'lsa, ularga men yozib qo'ygan orqada 100 euro shtraf bor to'lamaganliklari uchun. Rimda eng kami 50, 150 ga eshitdim asosan. Kimgadir 150 euro ham nima bosgandi. Shtraf. Qaysi ro'dga qarab, to'xtatganiga qarab shtraf bo'ladi. Misol uchun ichki liniya bo'ladigan bo'lsa, misol uchun odatdagi tiketi 1,5 euro bo'ladigan bo'lsa, 50 euro bo'ladi. Agar tiket 2 euro va undan qimmat bo'ladigan bo'lsa, 150 euro bo'ladi. U Barselona liniyasiga bog'liq. Lekin Barselonada qimmat ekan 100 euro. Menimcha bu public transport sistemasini yanada yaxshiroq ishlashiga katta sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Mana ko'rsatib turadi, tablo ishladi. Mana ko'rsatib qo'ygan ikkinchi bekatda metroda nimalar yuradi? Bekatda qaysi transportda, qaysi nimalar tushishdi? Roma bekatlarimiz. Romaga keldik. Va eng qiziq tarafi, to'lovda bittasi ham lazim. Misol uchun avtobusga to'lov qilsangiz, bemalol siz tramvayga ham, tramga ham, va hatto tepaga chiqaradigan fliklarga ham ishlatsa bo'ladi. Va bu ajoyib. Nodir va nihoyat funiklar deb aytishni o'rganib oldi. O'shancha tiqib ketdi chetga. Yana aytadi-yu, to'g'ri aytmagunicha qaytarib aytaverasan dedi. O'rgandim lekin. Qoyil. O'rgandim siz Yevropaga kelib. O'rtoqlar mana biz mana bu yerda suvni terib o'tiribmiz. 1 eurodan pasti, tepasi 2 euro, 3 euro ashta ketganlar. Qaysi birini olgan bo'lardilar? Biz ko'pligi uchunmi bilmadim, umuman tanlolmayapmiz.
Hammasini olib yana qaytarib qo'yib qo'ygan. Hali shuncha joy bor. Hozir do'kon kirdikda men o'rtoqlar. Men bolaga aytdim, bitta savatcha olaylik desam, halidan beri qaysarlik qilyapti. Qo'lida ko'tarib qaranglar. Qo'lida 1 kilo banan bor, 3 ta yogurt bor, suv bor. Suv o'zim ichyapman. Tem bo'li 2 ta sumkada mana suveniri bor. Kamiga mana bu o'zim sumkasini ham ilib olganda mana. Ha, bu suvenirlar faqat meniki, ha? Bu suvenirlar faqat meniki. Albatta. Albatta. Bo'ldi, unda senga bermayman. Men senga aytdim, meniki bo'lgani uchun, shuni ko'tarib yurmasdan bitta savat olaylik desam, halidan beri qaysarlik qilasan. Hozir bitta savat olib kelaman, men shu bola soladi keyin savat. Ketdi. Barselonadan xayrli tong. Bugun Barselonadagi oxirgi kunimiz. Bugun obeddan keyin soat 3 da qaytib ketadigan reysimiz bor. Hozir ertalabki soat 9, Shamshod ketib bo'ldi. Nodirda onlayn miting bor ekan, o'shaning uchun Nodir vaqtliroq aeroportga borib, o'sha joydan mitingga qatnashadigan bo'ldi. Menda 2-3 soat vaqt bor. Ozgina ko'proq ham. Hozir aylanib yuribman ko'chada. Aniq boradigan joyim yo'q, shunchaki boshmoqqa tomonga qarab yurib ketyapman. Soat 9, ko'p joylar yopiq hali. Suvenir magazinlar, keyin boshqa do'konlarga qarasanglar ham ko'p joy yopiq. 9 da ko'p joy ochiq bo'lmas ekan. Kecha qiziq ish bo'ldi. Hostel bizga, uchalamizga, hammamizga bittadan kalit bergan edi. Meni kalitim yo'qolib qoldi. Kalit chipga o'xshagan edi. Eshikni ochish uchun xonaning eshigini. Xullas bittasi yo'qolib qoldi meniki, bilmadim, qayerdadir tushib qolgan. Keyin men bookingdan yozdim. O'sha hostelga. Kalitinglarni yo'qotib qo'ydim. Shtrafiga qancha to'lashim kerak desam, yo'q, to'lashing kerak emas hech narsa dedi. Bo'p turadi dedi. Yaxshi dedim. Biz turgan hostel yaxshi joy ekan, yoqdi menga. Borgan zahotimiz kutib olganning o'zidayoq bizga suv berib, ichishga nimadir ichasizlarmi deb so'rab, keyin ertalab nonushta ham narxni ichida edi. Xullas, resepsiyon ham 24 soat ishlaydi. Xullas, yaxshi joy ekan, bizga yoqdi. Agar mabodo kimdir Barselonaga kelmoqchi bo'lsa, keyin hostel kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bookingdan solishtirib ham ko'rdik, boshqa joylarga qaraganda ancha arzon ekan. Keyin bizga yoqdi. Ancha resepsiyonda ishlaydigan ishchilari ham muomalasi yaxshi ekan, yaxshi kutib olishdi. Kuzatayotgan paytda ham yaxshi kuzatib olishdi. Xullas, kimdir kelmoqchi bo'lsa, keyin kimgadir hostel kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni tagiga qoldiraman linkini. Kimdir book qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tib book qilishi mumkin. Hech qanaqangi homiylik joyi yo'q, hech qanaqangi bir reklama emas bu, shunchaki bizdan tavsiya. Barselona haqida gapiradigan bo'lsam, shahar menga yoqdi. Shu paytgacha men uchun eng ko'p yoqqan shahar Rim bo'ladigan bo'lsa, o'ylantirib qo'ydi. Katta ehtimol bilan Barselona Rim bilan men uchun birinchi o'rinda ikkalasi ham. Bittasini balandroq qo'ya olmasam kerak, chunki Rim rostdan ham tarixiy shahar. Kolizeyni ko'rsanglar yoki bo'lmasam Panteon bor, keyinroq qurilgan yangi binolar bor, lekin Rimni ham o'ziga yarasha aurasi bor. Barselonada ham xuddi shunaqa ekan. Lekin menimcha Barselona, o'zim Barselonani fanati bo'lganim uchun menimcha ozgina yon bosayotgan bo'lishim mumkin, balki kimgadir Rim ko'proq yoqar. Lekin Barselona ham men o'ylaganimcha yaxshi zo'r shahar ekan. Eng yoqqan tarafi havosining tozaligi bo'ldi. Keyin hozir havo salqin ancha. Men futbolkada yurgan bo'lsam ham, mana ko'rsanglar, sviterda yurishibdi. Men oldimda kurtkada ketishyapti. Xullas, havosi toza, keyin salqin ham. Barselonaning yana bitta tarafi baland pastlik ekan, ko'chalari nihoyatda.
notekis joyda qurilgan shahar o'zi. Keyin shaharning ichida ham tepalik joylar, tog'lik joylar. Kechaga biz borgan Manjuik. Undan oldingi biz chiqqan kun quyosh botishini ko'rgani chiqqan joyimiz. Xullas shahar juda ham notekis, relyef tekis emas. Tog'li joylari, baland pastli joylari nihoyatda ko'p. Bekor ketgandan ko'ra sizlarga gapirib ketganim ma'qul. Yomon serga bo'lakansan deydi. O'zing chiqolib gapiraverar ekansan. Sanaqangi sergapini ko'rmaganman. Barselonadagi yana bitta e'tiborimizni tortgan joyi ba'zi bir joylarda, Barselona o'zi ko'p turist keladigan shahar bo'lsa ham, ba'zi bir joylardagi ishchilar, masalan biz birinchi kuni ovqatlangan joyimizdagi bitta ishchi ingliz tilini umuman bilmas ekan. Keyin bizni tushunishga hattoki harakat ham qilmadi. Masalan, inglizchalab gapiryapmiz, juda unaqangi qiyin so'zlar ishlatganimiz yo'q, oddiy qilib tushuntirishga harakat qildik, lekin shunchaki turibdi, yo'q bilmayman ingliz tilini degan bir gapni aytib, hattoki ingliz tilida aytmayapti shu narsani. English desak no deydi. Keyin biz italyancha gapirishga harakat qilib ko'rdik, gapirdik ham. Lekin baribir tushunmadi. U qiz gapirayotgan katta ehtimol bilan ispancha emas, kataloncha bo'lsa kerak. O'zim bilmayman qanaqangi bo'lishini katalon tili. Lekin ispanchaga ham o'xshamadi qanaqadir. To'g'riroq biz umuman tushunmadik, italyan tiliga qanaqadir yaqinlik sezilmadi, chunki ispancha gapirganda ozgina bo'lsa ham tushunishimiz kerak edi. O'zi bu Barselona alohida avtonom hudud bo'lgani uchun tili ham boshqacha. Adashmasam buni aytgan edim videoni boshlanishidek. Keyin yana shunaqangi holat bo'ldi bitta joyda. Ingliz tilini umuman bilmaydigan odam bilan gaplashib qoldik. Va harakat ham qilyapti hattoki inglizcha gapirishga. Masalan, Rimda bunaqangi holat bo'lmagan edi. Qattiq inglizcha gaplashsangiz ham, masalan, ingliz tilisi unchalik zo'r bo'lmasa ham harakat qiladi nimalardir deb sizga o'zini gapini tushuntirishga. Ayniqsa sotuvchi bo'lsa biror bir do'konda yoki bo'lmasa biror bir restoranni ofitsianti bo'ladigan bo'lsa, faqat italyan tilini bilsa ham harakat qiladi sizga inglizchada nimadir deyishga. Bu yoqda hayron qolgan joyimiz shu bo'ldi. Uchalamiz ham bir-birimizga qarab, nahotki shunaqa bo'lsa dedik, chunki turist nihoyatda ko'p keladigan joy va xizmat ko'rsatish sohasida ingliz tilini umuman bilmaydiganlarni borligi hayron qoldirdi. Men aylanib yana Sagrada Familiaga kelib qoldim. Odam ko'p emas, lekin kam ham emas. O'tgan safar kelganimizda odam ko'proq edi. Bu safar unga qaraganda kamroq, lekin shunda ham baribir ko'p. Soat 9:30. Qiziq tarafi haligacha birorta bir ochiq suvenir do'kon ko'rmadim. Barselonani futbolkasini olmoqchi edim. Bu mavsumnikini. Lekin haligacha birorta bir ochiq do'kon yo'q. O'zi Sagradaga ko'p kelishar ekan rasmga tushish uchun, fotosessiyaga to'y bo'layotgan payti. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman rasmga tushib turgan paytim. Ustimda Barselona formasi borligi uchun shu bolacha kelib Barsa dedi menga qarab. O'sha dadasi bilan yugurib ketayotgan bola. E'tiborimni tortgan bitta narsa shunaqangi ko'pikdan nima deydi, pufakcha chiqarib pul oladiganlar bor. Kimdir 1 dollar tashlab ketgan, bilmadim qachon. Haligacha turibdi, hech kim olmagan. Sagrada Familiani shundoq qilib oldida. Biz ketdik. Endi o'rtoqlar ketsak ham bo'ladi. Safar qaridi bo'ldi. Metrodan chiqdim, aeroportga qarab kirib ketyapman. Shu bilan Xayr Barselona.
Hozircha albatta. Yana kelamiz, xudo xolasa. Hozir tekshiruvdan o'tishga kirib kelyapman. Ikkita qator qilib qo'yishibdi uyda, bittasiga solo deb yozib qo'ygan. Solo o'zi yolg'iz degani, shunga o'xshagan narsa. O'sha tarafga yursam, yo'q, bu yoqdan yurgin dedi. Ha, solo deb yozib qo'yibsizlar, ko'rsam, yo'q, bu taraf oilaliklar uchun deydi. Bilmadim. Aeroportdagi tekshiruvlardan o'tib oldim. Hozir VIP zaldaman. Bu safar VIP zalga kirishda muammo bo'ldi ozgina, chunki men oldin ishlatib yurgan приложение ishlamay qoldi. Keyin kartamizni ko'rsatdim kirishda. Ular boshqa bitta приложение aytdi, o'shanga registratsiya qilishim kerak bo'lib qoldi. Bilmadim nimaga ishlamadi. Lekin kirdim o'sha o'zlari aytganini ustanovka qilib. Hozir soat 1:30, biz reysimiz 3:30da, 2 soat vaqtimiz bor. Bu zalni boshqalariga qaraganda menga yoqqan tarafi odam ancha kam ekan. Ko'rsanglar, juda ko'p joylar bo'sh. Boshqa men kirgan aeroportlarda, VIP zallarda deyarli hamma stullarda odam bo'lar edi nimagadir. Bu safargisi bilmadim. Bemalol o'tirsa bo'ladi, joy nihoyatda ko'p. Hozir kirib joylashdim. Xo'p, o'rtoqlar, yig'ib terib kelganim shu bo'ldi. Oldinroq ham aytdim videoda, bu yoqdagilar ba'zilar inglizcha gapirishga harakat ham qilyapti, inglizcha ham bilmas ekan deb. Hozir ham shunga o'xshash holat bo'ldi. U ko'rsataman. O'sha tarafda yeyishga bu narsa olib kelsa bo'ladi. Hozir borgan edim, adashmasam u ayyo boshqasi. Bitta sariq sochli ayol kishi edi. Nimaga olishni bilmadim faqat. O'zi aslida kichkina patnisga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Kattaroq likop yoki tarilka. Shunaqa narsa bo'lar edi. Men topa olmadim-da, qarasam sabz taxtadek keladigan patnischa turgan edi. O'shanga olib narsalarni solishni boshlagan. U yoqdan chiqib keldi, o'sha ishchi kelib, "No, pardon" deb qo'limdan olib qo'ydi. Tushundimki, uni ishlatish kerak emas ekan, u o'zlarining idishlari ekan. Lekin men so'radim, unda qaysi bir idishga solsam bo'ladi, olmoqchi bo'lgan narsamni deb gapirganimcha qolib ketdim. Gapirishga ham harakat qilmadim menga, ingliz tilini bilmasligi aniq edi. Keyin xullas mana shunaqa kichkina tarilkaga solinar ekan. O'z odatda bundan kattaroq bo'lishi kerak edi, nima bilmadim. Bu yoqda shunaqa ekan. Yana bir marta shunaqa holat, inglizchani bilishmaydi, keyin harakat ham qilmadi hattoki. Telefonimni zaryadga qo'yishim kerak edi. Bitta narsani ko'rsatay. Rozetkalab oldi. Mana bizning samolyot. Hozir men permissiyani tekshirishmadi. O'zi aslida Yevropani pasporti bo'lmasa permissiya tekshiradi. Samolyotga chiqish payti, lekin men ko'rishmadi, bilmadim. Menimcha Yevropani sezmay qoldim, hayronman. Aslida tekshirish kerak edi. Faqat boarding pass bilan, bilet bilan pasportni ko'rib o'tkazib oldim. Hozir joyimga qarab ketyapman, 29-qatorda, samolyotning o'rtasida. Nodir mana o'tiribdi bu yoqda. Qaysingmasa? 29 ekan. O'rtada kimdir bor. O'z shunga o'tirdingsan yo nima bo'ldi? Shuni berdimi senga chekinda? Chekinda shuni berdi-da. 29 ani berdim. 29 ani berdim menga. Yana bersa bo'lmasmidi? Ikkalamizga bitta qator beribdi, o'rtamizga kimdir keladi. Agar kelsa, kelmasa o'zimiz ketamiz. Xullas, nima deyaptim men? Wizz Air bilan Rasul Kusherboyev yaqinda
ozgina momo bo'lgandi. Xuddi shu mana ko'rsatib qo'yishlarga mana bu favqulodda chiqish eshigi, buni ochish kerak agar nimadir bo'ladigan bo'lsa. Hozir kelib inglizcha alohida tushuntirish berishadi, qanaqa qilib ishlatish bo'yicha. Bu yoqda o'tiradigan odam ingliz tilini bilishi kerak, chunki eng o'zi hamma aeroportda ishlatiladigan universal til shu ingliz tili. Kollaboratsiyaga ham rozi bo'lish kerak. Va kollaboratsiyaga rozi bo'lish kerak. Hozir men aytib turganim ularni italyancha va inglizcha xizmat ko'rsatishim. Men bu yoqda eshikdan kirishim bilan salli buongiorno kutib oladi. Demoqchi bo'lganim biz yerda o'zbek tili yoki rus tili yo'q deb nima aytgan edilar. Bas o'sha voqea aytdik-ku. Hattoki mana Ispaniyada ham ispan tili yo'q-da xizmat ko'rsatishda. Chunki o'zi standart qabul qilingan tillar bor, dunyoda o'tadigan va ko'pchilik o'zi ispan tili o'zi jahon tili, italyan tili jahon tili emas. Men prosta italyan tilida prestij balandroq demoqchiman. Da, u narsa bor. Misol uchun gaplashuvchilarga nisbatan Ricordiamo che stiamo imbarcando solo per la porta anteriore. Vi chiediamo per questo motivo di procedere lungo il corridoio senza bloccarlo per garantire una partenza in orario. Grazie. Hozir italyancha gapirilyapti. L'ultimo di oggi è incompleto, vi chiediamo di rispettare i posti assegnati sulla carta d'imbarco e evitare cambi. Grazie. Shu italyancha gapiryapti-ku, bizga tipani o'zbek tilida eshitilyapti. Ha, biz shunaqa bo'ladi. Ispan tilini eshitish g'alati, keyin italyancha eshitib qolsak xuddi haligi nima deydi bizga qanaqadir o'zimiz tushunadigan tilda tushunamiz uni. Qanaqadir boshqacha eshitildi xullas. Italyanlar o'zimiz odamlardek, o'zimiz radnoylardek. Italyanlarga nisbatan yaqinroqligimiz qandaydir sezildi xullas. Xo'p, yaxshi. Keyin aloqaga chiqamiz. Bo'ldi, gaping qolmadimi? Yo'q, hozircha. Yaxshi. Xullas, hozir yonimizga bir kishi ayol kishi o'tirdi. Biz gaplashib o'tirganimiz ko'rdi. Birgamisizlar dedi. Ha deganiga unda yonma o'tirib olinglar dedi. Almashib oldik. Xullas, aytib qo'yaylik endi bo'lgan. Xo'p, xullas hozir bizga tushuntirishdi. Agar qanaqadir bir favqulodda holat sodir bo'ladigan bo'lsa, birinchi samolyot to'liq to'xtashi kerak. Har qanaqangi harakatdan to'xtaganidan keyin bu yoqda ko'rib turibsizlar. Tutqichni ushlab, birinchi qo'l bilan ushlanadi, ikkinchi qo'l bilan bu ochiladi. Ochilgandan keyin qizil ko'rib turgan joylar dastak tepaga qarab tortiladi. Keyin burchakda qizil handle chiqadi, tutqich. O'sha qizilni tortgandan keyin avtomatik eshik ochiladi. Keyin xullas bo'ldi. Yo'q, shart emas. Chiqsanglar bilib olasizlar. Ozgina joy spoiler bo'lib qolsa. Biz aeroportdamiz. Salomon qo'nib oldik. Aytib o'tib ketdik, qo'nish zo'r bo'ldi. Brat professional ekan. Qanaqangi necha yildan beri, necha yillik tajribasi bor uchuvchi haydadi. Samolyotni bilmadim-u, lekin bunaqangi yumshoq qo'nish hali bo'lmagan edi. Kamida bir marta sakraydi-da, lekin bir marta yoki ikki marta sakraydi samolyot qo'nayotgan payt. Bittada tushdi, sakragani ham bilinmadi samolyot. Borgan paytimizda uni ham aytib qo'yay endi. Borgan paytimizda ikki marta shunaqangi bir qattiq sakragan edi samolyot. Haligi xuddi to'kilib tushayotgandek bo'ldi samolyot borganda. Borgan paytimizdagi pilot yaxshi emas edi. Hozirgisi lekin zo'r qo'ndi. Hamma qarshi chaldi oxirida. Xo'p, shu bilan kontentimiz tugadi. Endi qachon chiqadi bilmadim. Aprel oyi chiqsa kerak. Hozir bugun 8mi, 9mi? 8 aprel oyi chiqadi, qachondir, qaysi kuni bilmayman. Vaqt bo'lganda edit qilib, montaj qilib. Bu safar montaj ko'p bo'lmasa kerak. Shunchaki ulab qo'yib yuboriladi. Montaj deganda hech qari qirqilmaydi. Qirqilmaydi. Qo'shiladi, lekin qirqilmaydi. Bu qo'shiladi deganim qanaqadir videolar qo'shilib qolishi mumkin, bu kesilmaydi hech qanday. Hech qanaqangi bizda senzura yo'q. So'z erkinligiga, matbuot erkinligiga hech qanaqa taqiq yo'q bizda. Tupurib qo'yganimiz bor. Tupurib qo'yganimiz bor. Komment yozinglar, like bosinglar, dislike bosinglar, hate yozinglar. Nimadir qilib, xullas ichinglardagi toksik energiyani chiqarginglar kelsa ham bemalol. So'kmasanglar bo'ldi faqat. Xullas o'sha gap. Bo'pti. Sog' bo'lingiz, aql bo'linglar. Mana boshlaymiz endi. Yo'q, qoling. Aeroportdan chiqib metroga ana nihoyat bir amallab rasmga tushib olib
o'zimizga yoqadigan qilib. Nima deyapman o'zi? O'yin bilan bo'lib video olish kerakligi esdan chiqib qoldi. Barda o'tiribmiz video. Voy. Men bilaman ko'rsataman, keyin taksi zdaniyasini keyin kattadir bo'ladi. Okey? Tayyormisan? Ulug'lab bir ko'kka ko'karib, nima edi? Ko'kka ko'tarib tashlash shart emas. Quyoshga o'ting. Ochkin taq quyoshga o'ting. Ko'rinib tursa, Ko'rinyapti, ochkin taqing faqat. Zo'r, cho'tki gapiring. Bir nima deb qo'y. All is good. Parvo qilmaylar. Rasmga tushamizmi? Bizning modellarimiz kim tushadi? Tushmaymizlarmi? Nima bo'ldi? Enough is enough. Go to next destination. Уже pul to'lamay qo'yishdimi deyman, rasmiy tushishinglarga. Yaxshi. Sizlar tushasizlarmi? Yana opa tushadi. Qani? Rasmiy tushmasang rasmni oldim. Yo, sen rasm bo'lasan yoki sen rasm. Yoki sen rasmga tushirasan. Chetroqqa qat shoshayman. Ko'rinarmikanman endi bir holat. Voy. Keyin nima deyishim kerak edi? Sizlar ko'rishda davom etyapsizlar deb umidamiz. Ko'ryapsizlar-ku. Bugungi nima keyin? Nomani esimizdan chiqarib qo'ydik. Zo'r joyga kelib qoldik. Desticho, описаниеda. To'xta, biz stroykadan o'tib olaylik. Barselonada xayrli tong. Bugun olamizmi? Biz voy, shoshmay. Mana bugun olamiz. Davetdan 360 million ko'rsa bo'ladi. Lekin chiqmaymiz. Buni ko'rsat. Mana Kimni? Shopping mall. Buni ko'rsatdim. Kecha qiziqish bo'ldi. Boshqatdan yozamiz. Bekor ketmasdan sizlarga men yo'l yurib nima deyishim kerak edi endi. Soat necha bo'ldi? Xo'p, yig'ibdi. Xo'p, o'rtoqlar yig'ibdi. Raka-raka, shunday manglayim o'tib. Joninglar omon bo'lsin.